Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu kitap g'olib, hikmet bilan ish qilguvchi Allah tarafidan nozil qilingandir. İnna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Sana biz bu kitapni haqiqatan haq bilan, ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil qildik. Diningni sherikdan va riyodan sop qilganing holda Allohga ibodat qilgin. Ala lillahid-dinul xolis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Bilinglar ki şeriktin ve riyadın saptın Allah'a qastur. Allah'ını koyup butlarını himayetçi qılıp alğanlar, bizden onlarga çokunuşumuz fakat onlarının bizni Allah'a yıkıllaştırış üçündür, deydi. Allah hakikaten kıyamet günü onlarının ixtilaf qilishgan narsalar üstüde hüküm çıkardı. Allah hakikaten yalğançını, Allah'ın nimetlerine küfürlük qılğuchini hidayet qılmaydı. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Agar Allah bala tutishni xohlasaydi, albatta mahluqot ichidan xohlaganini ixtiyor qiladi. Allah bala tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechiga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarning gunohlarini to'limi mag'firat qilguvchidir. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratdi va hayvonlardan 8 ni sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni obimani, ondan laqtiqon, ondan parchago'sh bosqichlarga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrining pardasi, bachchidan va onaning qo'rsiqi ichida yaratdi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Padişahlık Allah'a xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandaqmi uningga ibodat qilishdan, uningdan g'ayriga cho'qinishga burilib ketisizlar? إن
تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Agar kofir bo'lsanglar, Alloh sizlardan behojatdir. Alloh bandalarning kofir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Alloh sizlarning qilgan shukringlardan rozi bo'ladi. Bir gunohkor odam boshqa birovning gunohini ustiga olmaydi. Ya'ni har odam qilgan gunohiga o'z javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Alloh qilmishinglarni sizlarga aytib beradi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. İnsanğa birer ziyan zahmet yetse, Parvardigorıga yüzlengen halda onunğa dua kılıdı. Ondan Allah öz tarafından onunğa nimet ata kılgan. Onun beşiği kelgen külpetini kötürüp etken çağda, Allah'a ziyan zahmetini kötürüp etiş doğruluk, ilgiri kılgan duasını unutup ketidi. Başkalarını Allah'ın yolundan azdırış için Allah'a şeriklerini keltirdi. Etkin ki, sen küfrün bilen turup, bu pani dünyadan azgına vakit bahriman bolğun. Sen çokum dozukilardun sen. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah'a şerik keltirgen adam yaxşımı, yoki ahiret azabından qorqib, Parvardigorning rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Aytqinki, ey Allah'ның mömin bendeleri, Parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat savr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Qul inni umirtu an a'budalloha mukhlishan lahud-din. Aytqinki, men dinni sherikdan va riyodan sop qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Va umirtu li an akuna awwalal muslimin. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim. Qul inni akhafu in asaytu robbi azab yawmin azim. Aytqinki, agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, shubhisizki, buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman.
قل الله أعبد مخلصا له ديني. Aytqinki, dinimni sherikdan va riyodan sop qilgan holda Allohga ibodat qilaman. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Sizlar Allohdan boshqa xoliqinglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortquzuvchilar qattiq ziyon tortquchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Ularni üstüdünmü qatmı-qat ot, astidinmi qatmı-qat ot o'rib oldi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarini qo'rqitdi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Şeytanğa ve butlarga çoqunuşdan yirak bolğanlarga, Allahqa ve onun ibadetiga qaytqanlarga cennet bilen hoş xabar beriladi. Sözgü quloq silib, uning eng yaxshisiga erishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga qo'sh xabar bergin. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ana shular sog'lom aql egalaridir. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. Kimga azob va'dasi tegishli bo'lsa, u cho'qim do'zaxga kirdi. Sen do'zaxdagi odamni qutqiza olamsan? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Lekin dunyoda Parvardigordan qo'rqqanlar jannatda qavat-qavat oliy imoratlardan bahramon bo'ladi. Ularning ostidan o'stanglar eqib turdi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Alam tara anna Alloh anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Sen bilmemsen ki Allah bulutun yağmur yağdırdı. Ondan onu yerge soğdurub bulaqni payda qılıdı. Ondan Allah onun bilen rengi xilmi-xil ziraatlarni öndürdü. Ondan o qoruydu. Onun sargıyıp ketkenligini görsen. Ondan Allah onu şaqşummuğa aylandırdı. Onun da hakikaten aql egileri üçün Allah'ın kudretini gösterdiğin ibret var. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Allah köksünü İslam üçün kən qılğan, Parvardigorning nuri ustida bo'lgan odam
dili ko'r odam bilan o'xshashmi? Allohning zikrini tarik etganlikdan dillari qetib ketganlarga voy. Ana shular ro'shan gumrohlikdir. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah sözlərinin ən çıraylığı bolğan Qur'anni nazil qıldı. Fasahatda, balağatda onun ba'zisiga o'xshab ketidi. Vaz nasihatlar, ahkamlar, qissalar uningda takrorlanadi. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chaqda Parvardigordan qo'rqadigan kishilarning badallari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chaqda ularning badallari va dillari yumshab, orom topadi. Ani shu, ya'ni Qur'on Allohning hidoyatidirki, uning bilan Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh ozdirgan odamga hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Qiyomat kuni qattiq azobni yuzi bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi? Zolimlarga, ya'ni kofirlarga qilgan gunohinglarning jazosini tetinglar deyiladi. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'ylamagan yerdan ularga azob keldi. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Allah ularga bu dunyoda xorliqning ta'min tetdi. Oxiratning azobi texim buyukdir. Ular oxiratning azobini bilsaydi, payg'ambarlarni inkor qilmaydi. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Biz kişilerine vəz nəsihat olsun deb, bu Qur'anda ularga türlük misallarını bayan qıldık. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Qur'an Arabçıdır. Əgirlikdən xalidir. Ümid ki, ular Qur'anның mənisini düşünüb küfrdən saqlanğay. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah sizlərə mundaq bir misalını keltirdi. Bir qul bulub onunğa iş qısidishni talışıdığan nurgun xo'jayinlar igdorchilik qiladi. Birsi bu ishqa, birsi u ishqa buyuridi. U kimni rozi qilishni bilolmay qoladi. Yana bir qul bo'lib, u bir odamga xosdir. Bu ikki qul, ya'ni uning ahvoli barobarmi? Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. İnneke meytun ve innehum meytun. Sen hakikaten ölüsen, ular mı hakikaten ölüdü? Thumma innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tehtasimun. Ondan keyin sizler kıyamet günü Parvardigoringlarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ
أليس في جهنم مثوى للكافرين Allahqa yolg'onni choplagan, nozil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdan zolim kishi bormi? Jahannamda kofirlarga o'rin yo'qmi? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Rost so'z, ya'ni Qur'onni ilib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Ular Parvardigorning dargohida o'zlari xohlagan narsalardan bahramon bo'ladi. Ana shu yaxshi ish qilguvchilarning mukofotidir. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Allah ularning eng yomon amallarini yo'q chiqirdi. Ularga qilgan eng yaxshi amallari bo'yicha savob berdi. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Allah bendisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitadi. Allah gumroh qilgan odamni hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام Allah hidoyat qilgan odamni hech ozdurg'uchi bo'lmaydi. Allah g'olib, dushmanlarni jazolag'uchi emasmi? ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rsang, shubhisizki ular Alloh yaratgan deydi. Aytqinki, agar Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dab'i qilishga, yo Alloh menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlar-chu. Aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilguvchilar uningga tavakkul qilsin. Yani hamma ishni Allohga topshirsin. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Aytqinki, ey qavmim, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar. Menmi o'z holim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzun qolmay xorlig'uvchi azobning kimga keladiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar. Inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil-haqqi faman ihtada falinafsihi فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل Şübhəsizki, biz sana kitabını insanlar üçün haq bilan nazil qıldık. Kimki hidayət tapıdiken,
o'z uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozid ekan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Sen ularga homiy emassan, ya'ni ularni iymonga zo'rlashga muvakkal emassan. Allohu yatawaffal anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. İnsanlar ölüdüğün çağlarda Allah onların canlarını alıdı. Ölmegenlerinin canlarını uxlagan çağlarda alıdı. Ölümge hüküm kılıngan, yani acil yetkenlerinin canlarını tutup kılıp, kalganlarının canlarını muayyen vaktçe, yani acili yetküçe koyup berdi. Bununda fikir yürgüzdüğün kavim için Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun alametler var. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Ular fikir yürgüzmedi. Belki Allah'ını koyup, butlardan şapaatçilerini tuttu. Etkin ki, ular, yani şapaatçi kılıngan butlar, hiç nersige kadir bolalmaydıgan ve hiç nersini sezmeydigan tursumu, ularını şapaatçi tutamdı. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Şapaatning hammasi Allohning ilkididir. Hech odam Allohning iznisiz shafaat qilolmaydi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Ondan sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Yalğız Allah tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, ular xo'sh bo'lib ketadi. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Aytqin ki, ey osmonlarni va zaminni yaratquchi, yo'shirunni va oshkorni bilguchi Alloh, sen bandalaringning orasida ular ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Agar o'zlariga zulm qilganlarning igdorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi, ya'ni shuningdek birasi ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Alloh tarafidan bu dunyodagi chog'larda o'ylab boqmagan azoblar oshkora bo'ladi. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkora bo'ladi. Ularning dunyodagi chaqda payg'ambarning da'vatini masxir qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob o'rib oladi. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. İnsanga bir musibat yetsa, bizga duo qilib iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib, biror ne'matimizni ato qilsak, u
Bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini bilganligimdan keldi deydi. Ish u o'ylagandek emas, balki u sinoqdir. Ya'ni ne'mat ato qilish bilan uni itoat qilamdi, osiylik qilamdi deb sinaymiz. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Mundaq so'zni ulardan ilgirkilarmi qilgan. Ularning erishgan mol-mulklari ularga asqatmadi. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Ular dunyoda qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Bularning ishitki zulm qilganlarmi qilgan yomonliklarining jazosini tortdi. Ular azobimizdan qutula olmaydi. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ular bilmemdi ki Allah sınaş yüzüdün xalığan adamның rızkını kən qılıdı. Xalığan adamның rızkını tar qılıdı. Şək şübhsiz ki bununda iman etqan qavm üçün nurgun alametler var. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ey Muhammed, mening tilimdan aytqin ki, günahlarını qılayverib, özlerine cinayet qılğan bəndilerim, Allah'ның rahmetinden ümitsizlenmanglar. Allah hakikaten xalığan adamның cemi günahlarını məğfiret qılıdı. Şübhisiz ki, Allah nəhayət məğfiret qılğucudur, nəhayət mehribandır. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Sizlerge azap kelip, yardımga erişelmegininglardan burun, Parvardigarыңlar tarafga qaytinglar ve onunğa itaat qılinglar. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Sizler toymagan halatda sizlerge azapның ushtum-tut kelişidan ilgiri sizlerge nazil qılınğan en güzel Kur'an'a ergişinglar. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Her qandaq adam Allah'ның taatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat. Men Allah'ның şəriətini və dinini məskir qılğuculardan idim deb qalmaslık üçün أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Yoki Allah meni hidayet qılğan bolsa, hidayet tepib əlbəttə taqvadarlardan bolatdım deb qalmaslık üçün. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Yoki azapni ko'rgan chaqda, kaşki dunyo qaytishimga bo'lsaydi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qalmaslik uchun Parvardigoriga bo'ysunsin. بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Durus. Hakikaten sana mening nurgun ayetlerim, yani hidayetke sebep bulduğun Kur'an geldi. Sen onlarını inkar kıldın.
boyun tavlı qıldın, sen kafirlardan boldun. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ Kıyamet günü Allah'a yalğanını çaplağanlarının yüzlerini kapkarı görsen, cehennemde mütekebbirlerge uğrun yok mu? وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah şerikten ve günahtan saklanğucularını bəxtke eriştirdiğen yolları arqılıq azaptan kutuldurdu. Ularga külpet yetmeydi. Ular kaygurmaydı. Allahu khaliqu kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allah həmin nərsini yaratqucudur. Həmin nərsiga amidur. Ularni xalığanca təsərrüf qılıdı. Lehu maqalidus semawati vel ard. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqichları Allohning ilkididir. Allohning oyatlarini inkor qilganlar ana shular ziyon tortquchilardir. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أعبد أيها الجاهلون Ey Muhammed etkin ki, ey nadallar, beni Allah'tan gayrigi ibadet kılışkı buyurumsizler. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Sana ve senden ilgirki peygamberlerge, eğer sen Allah'a şerik keltirsen, senin amelin elbette bekar bolup gitidu. Sen elbette ziyan tatquchilardan bolup qalısan. Belki yalğız Allah'a ibadet qılgın ve şükür qılğuchilardan bolgın deb vahiy qilindi. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Ular Allah'ını hakiki ravishda tanımıdı. Kıyamet günü zemin bütünley Allah'ның çangılıdı buludu. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turdi. Alloh ular, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalardan pokdir va ustundir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ Sur çelinğanda osmonlardagi va zamindagi Allah xolgandan boshqa mahluqotlarning hammasi o'ludi. Ondan sur ikkinchi qatim çelinğanda nagahan ular turib, nimaga buyurildiganliklariga qarab turdi. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Mahşergah Parvardigorning nuri bilan yo'riydi. Nomi amallar hozir qilindi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltirildi. Ularning orasida adil hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ Har odamga qilgan amalining savobi to'liq beriladi. Alloh ularning amallarini obdan biladi. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Kapırlar cehennemge top bulup aydıldı. Ular cehennemge yetip kelgende cehennemning darvozalari ochiladi. Cehennemni boshqaruvchi farishtalar ularga: "Aranglardan Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib berdigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi?" deydi. Ular: "Shundoq, payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi" deydi. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ularga: "Cehennemning darvozalaridan kiringlar, cehennemde mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon" deyiladi. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Parvardigoriga taqvodorlik qilganlar jannatga top bo'lgan holda mangdirildi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muvakkal farishtalar ularga: "Sizlarga omonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningni mangu qilinglar" deydi. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Ular cennet kirib o'rlashgan chaqda aytidi: "Jami hamdu sana Allohga xosdir. U bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Jannatning ziminiga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. İşligüchilarning ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi." وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Farishtalarning Parvardigoriga tasbih etgan, hamda etgan holda arishning cho'risini o'rab turganligini ko'rsan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqarildi. Mo'minlar jannatga kirdi, kofirlar do'zaxga kirdi. Jami hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir deyildi.